Barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana men sharhlovchi Ibragimov Salohiddin. Bugungi o'yinimizda Milan bilan Real Madrid o'ynaydi. Real Madrid jamoasini ko'rib turibsiz. Bu esa Milan tarkibi. Do'stona bo'lib o'tadi degan umiddaman. To'pni Milanlar tushirib bermoqda. Muhammad Salah olib qo'ydi. Muhammad Salah yo'q. Free kick. Akanjiga yellow card, ya'ni sariq kartochka ko'rsatildi. To'p esa Muhammad Salahda yo'q. Ozgina qoldi. Darvozada o'sha mashhur Sommer. Vinicius ololmadi, iziga qaytib ketdi. Tchouaméni, Cucurella uddaladi. Luis Hento. Valverde, Viniciusga pas, Vinicius Muhammad Salahga. Muhammad Salah ololmadi. Sommer. Valverde, Muhammad Salah olib qo'ya olmadi. Thuram, Sonic. Yo'q, sog'liqmi shunday edi ko'smi. Muhammad Salah hujumga o'tib ketdi. Yo'q. Saqlab qoldi. O'yin juda ham qizg'in ketyapti, chunki kuchlar teng. Deyarli teng. Arda Güler zarba gol emas. Sommer ajoyib save. Arda Gülerdan ajoyib zarba, Sommerdan ajoyib save. Do'stlar. Hujison yo'q. Hujison yaxshi qildi, lekin ozgina adashdi Hujison. Ya'ni Hauson deb qo'yaveraylik. Hauson azroqgina. Valverde ololmadi. Tchouaméni, Rudiger. Qo'yram olib ketmoqchi bo'ldi. Rudiger chiqarib yubordi. Akanji, Valverde, Yamal, Muhammad Salah Viniciusga pas berdi. Yeta oladimi? Yo'q. Birinchi taym tezlikda tugadi. Ikkinchi taym boshlandi do'stlar. To'pni Real Madrid o'yinchilari kirgizdi. Bu Valverde noaniq pas. Kuchlar teng, ekstra taymda bo'ladimi deyman. Yoki bo'lmaydi. Vinicius gol! Vinicius Junior ajoyib gol. Hisob 1-0. 52-daqiqada ajoyib gol bo'ldi do'stlar. Ana qanday go'zal gol. O'yin yana qaytadan boshlandi. Salah tackle. Inglizchasiga aytsak tackle bo'ladi. Viniciusdan Muhammad Salahga pas, ajoyib pas. Yo'q, Salahni chalib yiqitishdi. Valverde, Muhammad Salah. Yo'q, ola olmadi. Salah oldi. Yo'q. Hauson, Muhammad Salah ko'radimi? Yo'q, ozgina qoldi. Ko'raylikchi. Ozgina qolgan ekan. Lamine Yamal.
Well, the players are warming up on the touchline. Is it time for a change? Hisob 1-0. Real Madrid hozircha Now yengyapti. Dumfries. O'zgarishlar bo'lmoqda. Tiki olib qo'yadimi? Yo'q, ola Barella in olmadi. possession. Valverde yaxshi. They're all trying to get that one valuable goal. Vinicius. Vinicius Muhammad Junior, Salahga great pas. run. Will we see Salah va gol Keeps emas. it out again. Oh yo'q. Qanday ajoyib vaziyat. Taking it short. Tikiga pas berildi. Daniel Hujison emas, Muhammad Salah Clean, ekan. swift tackle. Lamine Yamal, Valverde. Oh, a chance Yo. now to turn defense into Hujum attack. o'xshamadi. Qaytadan hujum. Yo'q. Goalkeeper receives the ball. Yo'q. Muhammad Salah. He's miles Yo'q. offside. Ball is Offside. up and new players coming on. Ha, do'stlar, offside. Ya'ni offside. Nima shunday? Poor distribution. Va Muhammad Salah yo'q. Qattiqroq berar edi. Do'stlar, vaqt o'tib ketganini bilmay qolyapman, to'g'risini aytganda. He's clear and sprinting Vinicius forward offside now. bo'lmadimi? O, The gol goal right at yaxshi. the end. That result is beyond Men doubt now. offside deb o'ylagan That goal edim, is second lekin of the match. ajoyib golni Vinicius Junior gol urib qo'ydi. O'yin esa hademay tugadi. The referee calls time on his friendly. Both teams have been Full put to their time paces tugadi. and are raring to Real go. Madrid Milanni yengdi. Ya'ni uning ustidan g'alaba qozondi. O'yin qahramoni ko'rib turganingizdek aniq va tiniq Vinicius Junior. Gapirib olsin bu. Bo'ldi, tugadi. Niye?